Fuqarolarga yoshga doir pensiyani tayinlash tartibi yengillashtirildi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Pensiya olish yoshiga to'lgan erkaklar 60 yosh, ayollar esa 55 yosh. Fuqarolarga yoshga doir pensiyani ularning alohida murojaatini talab etmagan holda tayinlash tartibi belgilanyapti. Qonun loyihasi senatorlar tomonidan ma'qullandi. Oliy Majlis Senatining 6-yalpi majlisida aholiga ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish tizimi yanada takomillashtirish munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun ishlab chiqarildi. Mazkur qonun aholiga ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish tizimini takomillashtirishga ko'rsatilgan qonun bilan aholiga axborot texnologiyalarini faol tatbiq etgan holda davlat tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirish maqsadida fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunga pensiya olish yoshiga to'lgan erkaklar 60 yosh, ayollar 55 yosh fuqarolarga yoshga doir pensiyani ularning alohida murojaatini talab etmagan holda progressiv shaklda tayinlash tartibi belgilashga oid o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilmoqda. Shuningdek, ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamlariga barcha nafaqalarni tayinlash va to'lash ijtimoiy himoya milliy agentligi vakolatlariga o'tkazilgani munosabati bilan davlat boji to'g'risidagi va aholi bandligi to'g'risidagi qonunlarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilmoqda. Senatorlarning fikricha, belgilanayotgan normal fuqarolarga pensiya ta'minoti bo'yicha ko'rsatiladigan davlat xizmatlari sifatini oshirishga hamda ortiqcha byurokratik to'siqlar bartaraf etishiga xizmat qiladi, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.